Yo, menga salom, sizlar bilan men yana o'sha komik. Bugungi o'yinimiz esa o'zbek mashina o'ynaymiz. Let's go. Men buni oldin o'ynaganman. Narsani aytsam, jigarlar Qarshboyev o'zi o'sha odam men edim, jigarlar. Keyin u kanal bo'lib ketdi. Chopilib ketdi. Keyin chopilib ketgandan keyin shu yangi komik degan bir o'yin topdim. Onlayn o'ynaymiz. Onlayn. Так, 16 Так, 13'ga давай. O, yaxshi. Simse Shohrux. Qizlar kim? Drift o'ynaganman ancha bo'pti jigarlar. Men faqat Qarshboy o'zida qilardim buni hammasini. Hozir bir o'ynab ko'ray dedim. Tak, ne bunday bo'lib qoldi? Jigarlar nimadir bo'lib qoldi bu? Qotibdi. Nima? Chekishni bosamiz jigarlar. Onlayn hozir. O'yinimni aytsam, o'zbek mashinalari desanglar birinchi o'rinda chiqadi. Avto Speed deb. O'sha o'yin. Mana kirdi o'ynash. Offline o'ynaymiz endi. Boshqa iloj yo'q. Mana kirdi. O'zimizning ko'rliklardan boshlaymiz. To'g'ri haydab bersak, mana yerda pullar chiqadi va pullarni olish kerak. Asta, hey, ketdik. Keyingi videoda shart yozib ketinglar, o'rtoqlar, shuni bajaraman jigarlar. Kommentariyaga shart beringlar, xohlasanglar. Voy, bitta shartni aytinglar. Keyin uni bajaraman. Xohlasanglar 40 dan oshmasdan haydang desanglar ham bo'ladi. Faqat shunday haydab beraman. Bo'ldi, maksimum oshmayman. Xohlasanglar svetoforda qoidalarga amal qiling deb yozsanglar, qoidalarga amal qilib video olaman jigarlar. Shunday hisoblab qo'yinglar. Hozir yashil. Haydamadik-da. To'g'riga. Mana jigarlar. Biz 57 olmiz. 80. Yaxshi turibdi. Zo'r ekan o'zi. Hammaga xayr. Keyingi videolarda kommentariyaga shart yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.